oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganlar Xinjiang televiziya stansiyasi, Xinjiang Uyi madaniyat tarqitish shirkati, Xinjiang Bug'ra madaniyat tarqitish shirkati hamkorlik bozorlar usulgan cho'ng tipli san'at programmasi, Obida Yipak yo'li san'at programmasi. Rahmat, ben Umid Tursun. Mana programmamizning birinchi bosqichi muvaffaqiyatli oxirlashgandan keyin ikkinchi bosqichi bo'lgan sinov bosqichimiz elib berilish oldida turibdi. Diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Obida savdosi va meva shartida ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biotexnik taraqqiyot shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'zining bezoni qilgan mehri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Ixbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, Yipak yo'li sadosi programmasining bu qarorliq 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlar katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizning Kamran muvaqqat mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran xalqaro savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Obida savdosi va meva shartida ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. Üçüncü darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Mo'tabar xalqaro savdo cheklanish shirkati Ekson kiyimchiligi 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. Shunda bugun ikki mahirimiz o'tirsida raqobat elib berilgan bo'lib, ular o'ziga tegishli bo'lgan o'z guruhidagi bir kishilik o'ringa erishish uchun tirishadi. Chunki bugungi bosqichimizda bo'lsa, har bir guruhdagi mahirlar o'zaro 2-2 dan musobaqa qiladigan bo'lib, faqat bir mahirimiz keyingi bosqichga kirish salohiyatiga ega bo'la oladi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, bugungi ixtimizda bo'ldig'ini Abdulla sahnasi. Ondaq bo'lsa, bugungi Abdulla sahnasining yetakchi ustozi, shundaqla bugungi bosh yetakchi ustoz Abdulla Abdurahim apandi zodi qandoq yurak so'zlarini elib keldi, qani olib boqaylik. Assalomu alaykum aziz ustozlar, sevimli savodashlar. Naq maydonda musobaqani ko'rib o'tirayotgan barliq qarindoshlar va televizor oldida bizning programmamizni izchil qo'llab kelayotgan barliq qarindoshlarimizga bizdan eng oliy salomlar bo'lsin. Rahmat, rahmat. Hammamiz bilamiz, bizning tafakkur iqtidorimizni halqagan cheksiz olam bo'shliqda chaqnab turgan quyosh, oy, uningdan boshqa kecha osmonda charaqlab yenib turgan yulduzlar va ularning o'rtasidagi bog'lanishli qonuniyatlar, kecha kunduzning olmishi va hayotning davom etishi xuddi bir ulug' bir qonuniyat bo'lganiga o'xshash. İnsanın dunyoga kelishi, to'rilishi, yorilishi ham uning jismidagi barliq sirlar va sirlardan sirt olamga o'xshash cheksiz bir tafakkurga ega bo'lishining o'zi yaralmishtinla bir buyuk san'at deb hisoblasak, bu ortiq ketmaydi. Endi har bir insonda qobiliyat va iqtidor bo'ladi. Endi buni amaliyot ko'rsatish bo'lsa, shu insonning tirishchanligi, üzlüksüz tirishchanligi orqali amalga oshadigan ish. Biz savodoshlarimizga dedik, dars jarayonida hayot bir go'zal naqshiga o'xshaydi deb aytdik. Hayot xuddi o'zidagi agir to'qayliq, ziddiyat to'qinish, uzun qisqalik, qayg'u, hasrat va xushallik, mushunga o'xshash ziddiyat to'qinishlar bilan go'zal bo'lganiga o'xshash naqshimi bir hayot bir naqsh bo'lgan ekan, bizning aytayotgan naqshimizmi bir hayot dedik. Endi umi o'zidagi melodiya, tekst, puroq agitmalar, hayajon, hissiyot, nafas qatorliq mana shunday har xil ziddiyat to'qinishlar orqali go'zal bo'lib o'tirib chiqadi. Biz bugun har bir savodoshlarimizning o'z qobiliyatini, o'z iqtidorini eng go'zal holatda, eng yorqin holatda ifoda qilishlarini chin dilimizdan umid qilamiz va shunga tilakdoshlik bildiramiz. Abdulla sahnasi natijadan emas, jarayondan huzur oluvchilar uchun bir fursat. Rahmat, rahmat.
Rahmat Abdullah Abdurrahim efendi. Rahmat. Bugungi Abdullah sahnesida jami 17 nafar mahir bor. Dal mana shu 17 nafar mahirlarning ichida bir zapas a'zo bor. Shunga bugungi sinoq bosqichimizda bo'lsa, oldi bilan zapas a'zolarimiz, shundaqla chek tortish orqali tanlab chiqilgan mahirimiz raqobatda bo'ladi. Xo'sh, unda qolsa programmamizning sinoq bosqichi hozir boshlandi. Oldi bilan sahnimizda raqobatda bo'ldig'ini Oliya Ahad bilan Mardon Turg'un. Balkim televizor ko'rib o'tgan barliq qarindoshlarimizga ayon, bu qatim biz bolalarni tanlashda har bir guruhida 17 dan bola tanlangan. Bizning 17-chi o'quvchimizga, ya'ni eng oxirida bizga tanlanib kirgan o'quvchimiz Oliya qizga bir chek tortish niyatini berib, Oliyaning qo'liga kimning ismi chiqib qolsa, eng boshda bu o'quvchimiz shu o'quvchi bilan musobaqaga tushib, o'tib chiqqani aslidagi guruhga qaytib, yana musobaqani davomlashtiradigan shunday bir tartibni yo'lga qo'ydik. Shuning bilan Oliya chek tortdi. Mardon Turg'unga chiqdi bu ish. Bizning Oliya qiz Mardon Turg'un bilan bir qatim musobaqaga tushdi. Buningdan bir o'quvchi chiqdi. Bu o'quvchi darhol Abduxilil Mijitning bir jupi bo'lib musobaqaga tushdi. Ben Abdullah Ustaz'ın grupsuga tanlangandan keyin nurg'un yetersizliklarni bayqab, Ustaz'ın ko'rsatmasi bo'yicha o'zimda kam yerlarni to'liqlashga, nachar yerlarimni tuzatishga tirishyapman, ham tirishib keldim hozirgacha. Abdullah Ustaz'ning grupsuga kirganda birinchi bo'lib menga eng ta'sir qilgan Ustaz'ningki esil xislati. Oliya Aqsuliq qiz. O'zining tabiiy ovoz sharoiti favqulodda yaxshi bo'lmasa-mu, intayin siliq. Oliyaning topshiriqlarini o'zlashtirishi bir qadar yaxshi. Uning yana musobaqada texnik yaxshi ijro qilib, o'zining talantini to'liq namoyon qilishga tilakdoshmiz. Birinchi bo'lib bu guruhga kirgandan keyin menga ta'sir qilgan eng cho'ng ish naqshida bo'lish tegishlik axloq, safa, qanday safalarni hozirlashimiz kerakli to'g'risida nihoyat cho'ng bilimga ega bo'ldim. Menga bu qatim o'zimningki tanlashim ham yaxshi ko'rishim, ham ustozningki menga bilib bergan amibab uslubdagi naqshisini cho'qim bor kuchim bilan tirishib, yaxshi o'rinlab chiqishga tirishiman. Men bilan bir guruhda naqsh o'qimoqchi bo'lgan Mardonjonga omadlarni, shunaqla yaxshi natijalarni tilayman. Bir naqshini qanday o'rinlash, shu naqshning mazmunini qarab qanday muomalada bo'lish, qanday yo'l tutish to'g'risida nurg'un ta'limlarni berdi. Ham shu jihatdan nurg'un bilimlarga ega bo'ldik. Har ikkala o'quvchimning yaxshi natijali bir o'quvchilardan bo'lib chiqishiga tilakdoshlik bildiraman. Açtım menzilimde yetelmedi atamga Haman ini çeyleşte yetelmedi atamga Manametler kelkini izer güldek didimdi Dünya tipi Həcləşdə yetəlmədim atamğa Malamətlər kəlkini İzər güldək didimdi Dünya tipi Həcləşdə yetəlmədim atamğa Geçtim ben onun kıran yeşiğe Şam-ı şeker sevlekte yetelmedim atamga Şam-ı şeker sevlekte yetelmedim atamga
Yetolmadim otamga. Xo'sh, mana intayin tunji maydonda intayin yuqori kayfiyat bilan bizning bugungi bu programmamiz boshlab oldik. Ishqillarning menimcha bu vaqtida mahoratinglar intayin yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Shunaqa, ona qasamda biz baholag'uchi ustozlarning bir bahosini olib boqaylik. Oldi bilan biz Nurnisa Abbos xonimning bahosini shundaqla tavsiyasini olib boqaylik. Merdan, Aliye, assalomu alaykum. Nayti, chiroyli naqshlaringlarni, yiqimli naqshlaringlarni bizga sovg'a qildinglar. Merdan mushu tekst tanlashga kelgan chaqda, naqsh tanlashga kelgan chaqda Merdan utibdi. Chunki nayti ajr mehnat bilan yozilgan naqsha. Bek isil, yurakka boradi. Aliye o'ziga tushgan naqshini tanlabdi. Ammo mushu muqimsizlik yana bor. Hamda azroq jiddiylashishim bor bo'lgandan keyin uni to'g'ri tushunishga bo'ldi. Hamda meningki Abdullah
Abdurrahim ustozga tavsiya qilgan o'quvchim Mardan. Merdan. Rahmat, rahmat. Dilshod Aydın efendim. Bu ishki mahirmi o'zining bugungi eng yuqori mahoratini ko'rsatdi. Aldı bilan aytgan Mardan o'rinlagan yetilmadim atamga tegisi intayin ta'sirli ekan bu naqshni. Naqshni yaxshi tanlabdi. Ana ustiga Mardanning ovozida bir muqimlik bor. Nadi jaranglik yuqori avjisiga shunday yaxshi chiqdi. Bir xil muqimlik bor. Sahne hissiyoti ham jihat azroq kamchilik bo'lgan bilaman, lekin ovoz da yana nuqson chiqmadi. Avjilarga shuna ravon, turaqliqda ovozi. Naqshni mati hissiyatli o'qidi. Endi Aliyaga kelsak, Aliyaning mana naqshim nihoyat yiqimliq, bakul chiroyli naqsha. Sizlarga bugun ash ovozda azroq turaqsizlik bor. Ammo naqshni shunday hissiyatli yaxshi o'rinlagandingiz. Bu musobaqa degan juda rayimsizroq narsa. Shundaqmi? Naqmadan chiqqan ekan, endi bizdan boshqa yana bu televizorda qo'yildi, mush tomoshabinlarmi nurg'ulgan ko'z qarab o'tirdi. Mening Abdullarim efendimga tavsiya qildim. O'sha Mardan bugun yaxshi o'rinli deb qarayman. Barak olsun. Xo'sh, Adila Asad-xonim. Her işkininglarni aytdi, o'zinglarga tushadigan naqshini tanlab ep kepsizlar. Menga her işkininglarning naqshi shundoq ta'sir qildi. Haqiqatan Nurisa adam aytgandek, shundoqlar ustozim Dilshod Aydın aytgandek, azroq tavtirash o'di qo'shpa. Lekin meningcha bo'lganda Aliyaninki mushu naqshning hissiyotiga kirishi, shundoqlar mushu naqshiga ovozninki tusininki tushganligini ko'zda tutib, men Abdulla Abdurim ustozimga Aliyani tavsiya qilaman. Aliya tavsiya. Rahmat. Hozir Merdan 2 bilet. Bizning Aliya bo'lsa, ya'ni 1 bilet. Unda qolsa Abdulla Abdurim efendim. Avval sizdan baharimizni alib boqaylik. Yana desak, yana shu bu 2 yil o'quvchimizning birisidan voz kechishga bizning ko'nglimiz qiymaydi. Mardan buning ovoziga menmu amroq odamga xotirjamlik tuyg'usi beradigan bir ovoz tusiga ega yigit. Aliya o'zi Aqsu Avot noyisidan kelyotidi. Bizning 17-o'quvchi ekanligi bizning tomoshabinlarimizga ayon. Bu Aliyaning ovoziga biz qiyamay oxiri yana o'zimiz tanlab qolgan. To'g'ri. Mushu dars jarayonida bu qiz bir do'lan qiziga xos o'zining xarakter mijozi bilan bizning savodoshlarimizning hammasini ta'sirlantirdik. Bizning talabimizdagidek yaxshi aytib berdi. Masala yo'q emas. Har 2 yil o'quvchimizda masala yo'q emas. Shundoq. Unda qolsa Abdulla Abdurim efendim. Eng oxirgi hukmingizni chiqarishdan burun sizga ozroq vaqt beray o'ylanishga. Mardan, tunji bo'lib sahnamizga chiqdik. Shu sahnaga chiqqandan keyingi jiddiylashish hozir besiqdimi? Hozir besiqda. Besiqda shundaqmi? Xo'sh, Aliya. Hayajonli ketib. Hayajonli ketib. Hey, hisobda bu bir hayajon ishi, xo'shallik ishi shundaqmi? Xo'sh, unda qolsa endi Abdulla Abdurim efendi. Eng oxirgi qarorini chiqarishdan burun, qani qo'linglarni menga beringlar. Qani Abdulla Abdurim efendi, eng oxirgi qaroringizni anglaylik. Biz o'quvchilarimizga bu to'g'risida jiq so'zlashgan. Bugun bir o'quvchimizni olib qolamiz. Ammo har 2 yillar bizning o'quvchimiz. Agar qaysi biringlar qolib qolsanglar, o'sha bilan yomonlikda yurib qolamsizlar yo davomli qizdishib turamizmi? Qizdishib turamiz albatta. Chunki biz savodashlar yaxshi ko'ramiz emas bu kasbni. Bu bir qitimliq musobaqadan bir navbat tushib qolgan bilan agar ko'nglimizda mush ishni yomonlab qolsa, natija chiqarmaymiz. Mayli Aliya qolib qolsin, mayli Mardan qolib qolsin. Qanchalik shu kasbiy hayotingizda bizning yordamimiz yetkidek bir ish bo'lsa, har qachon bizni izlab turishimiz hamsan. Bularda Qani Abdulla Abdurim efendi. bu ikki o'quvchimizdan kelar kun navbatdagi Abdulla sahnasining musobaqalarida yana davomli musobaqa qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi bo'lganiga toshadi-da. Tashqin, 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 tashqin. Tashqin, tashqin. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biotexnik taraqqiyot chekligi shirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yurish buyumlari shirkati alohida talab qilgan.
İhbar Biyotexnologiyası samimiy eskartidi. Programmamiz hozirda boshlanadi. Abdullah sahnəsinin müsabiqələrində yana davamlıq müsabiqə qatnaşmaqçı bo'lgan o'quvchimizning ismi Mardam. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Aliye. Hozirgi hissiyotimiz shundoqla yoki bo'lmasa sizning shu yurtingizdagi ota-onangizga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Hozirgi hissiyotim eng oldindan birinchi bo'lib, odam so'yishgani quduq qazishini unutmas bo'lmaydi. To'g'ri. Nurg'un esil ta'sirotlarni bergan, lekin ustozim bek esilga shunchalik hurmatim qo'zg'aldi. Ya, Aliya gapingizga rahmat. Biz bu qadamni endi boshladik. Siz ishining sizni cho'qim yaxshi sahnalarda saqlaymiz ham shu sahnaga chiqishga tirishimiz bo'lamdi do'stlar. Ha? Mayuslardan bugun agar mayuslansangiz mush darsni o'tamaysiz. Biz davomli tirishsiz. Bu yengilish emas. Bu mag'lubiyat emas. Bu bir boshlanish deb tushuna bo'lamdi. Men dedim. Natijamiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, agar biz tushunsak, mush qatimqi yaxshi ololmagan natijamizni bir nimaga aylantiramiz? Kuchga. Bir xap degan gapga aylantiramiz, ha? Buning ustiga biz yana sizning atrofingizda davomli bor. Qachonda bizga ehtiyojingiz tushsa, hatto biz o'zimiz chaqirishimiz mumkin sizni. Sahnamizga chaqiramiz. Bu bizning va'damiz sizga. 10 yil bo'pti dadamdan ayrilg'ili. Bizning suyumli opam 3 farzandning opasi 10 yil jarayonida bizni hem dada hem ananing o'rnida cho'ng qilib, o'qitib meni, xizmatkorlashtirib, turmushlik qilib, hele ham mening dardimni tatib, 20 yosh kirgan balam bor, balamni ep qoldi, opam beqiyotdi. O'zining salomatligi shunchalik nachar turib, endi mening ash balamni beqiyotdi. Suyumli opoy, men sizni suyuman. Rahmat. Şu menat bo'lgan vaqtida ekran oldidagi shu opangizmi sizdan ko'z ish qilayotganingizni ko'g'iz yo'q deyman, ha? Qani bir kulib o'tadi. Bunaqa sakit aylanib. Qani. Aliya Ahadning hissiyotli romantik naqsi xalqimizga yoqdi. Shundaqla onaga berishgan qimmatli materiallarimiz dil tariximizni chekdi. O'shining o'zi qaraydi. Rahmat sizga, Aliya Ahad. Yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Diyarımız içimlik sahasida o'z oldiga Abida Sodasi va meva shartida ishlab chiqarayotgan Shinjong Abida Biotexnik taraqqiyot chekish shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'zining bezoni qilgan mehri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Shinjong Ihbar Biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, Ipak Yo'li Sadosi programmasining bu qarorliq 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlari katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizning Kamran buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjong Kamran xalqaro savdo chekish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirimizda bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Sodasi va meva shartida ishlab chiqarayotgan Shinjong Abida Biotexnik taraqqiyot chekish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Shinjong Ihbar Biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Shinjong Mo'tabar xalqaro savdo chekish shirkati Ekson kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'rmanlar, endi raqobatni buldig'ini bo'lsa, Turg'unjon Islom bilan Tong'nuri Muhammad qizi oldi bilan sahnimizda buldig'ini muvaffaqiyat tirishqanlarga mansub degan bu so'zni o'zining mezoni qilib kelayotgan Ot shaharlik Naqshi usul o'mikidan kelgan tirishchan yosh Turg'unjon Islom. Tangur qirg'iz qiz. Uning ustiga ayol kishi. Bu ayol kishi bilan bir er kishini bir kuyga ekilib bir naqshni o'rtaq o'zish imkoniyati bir asqiy. Buning jarayon ketib bir vaqt ketdi. Men birinchi bo'lib Abdulamalga tanlangan vaqtimda endi Uyg'ur naqshchilarini yaxshi bilmaydim. Shuningga qandoq men dars beradi deb o'ylagan. Biroq darsga qatnashgandan keyin Abdulamaldan naqsh o'rganish emas, balki hayot to'g'riliqni o'lchab narsalarni Ba'zi o'quvchilarimizga vaqt cheklanisi ichida ayrim naqshlarni o'rganishdi. Men bu yurtdan chiqish jarayonida ma'lum bir maqsad bilan yana shu Abdulla ustozni
o'zimga ustoz qilib tanlayman degan maqsad bilan chiqqan. Bu ikki o'quvchimizni o'qilgan darslarni topshirib yaxshi ijro qilyapti. Hammaning ovozi shunchalik siliq. Shunga bu qatim u ijro qilmoqchi bo'lgan naqshalar ba'zi zamonaviy naqsha aytish uslubini alayliklarni qo'shib topshiriqlarni berdik. Hozirgacha ijodni o'rindab ketyapti. Mening raqobatchim shundaqla mening do'stim Turg'un. U mu atishdan ikkimiz hozir birga ilqinash qilayotgan jarayonda Turg'unning o'zining xarakterining shunchalik uchiqligini bayqadim. Bu vaqtim tanlangan naqsham bo'lsa qirg'iz naqsha. O naqshamni Abdullamayın shunchalik yoqtirdi. Qanday qilib hissiyotni qanday yetishni shu tarafdan yaxshi o'rgandim. Turg'unning aytgan naqshimi Uyg'urcha, meniki qirg'izcha so'zli naqshi bo'ldi. Shunga ikkimizdan yaxshi yetishni qo'ydim. Tanrı'nın müsabakada yaxshi natija elishiga biz chin dilimizdan tilakdosh. Turg'unjon bu yigitni uzun naqsha aytib, cho'ng kichik sahnalarda chiq tajribalarni to'plagan yigit. Mening sahna hamrohim Tanrı bilan ishimizga o'xshamagan ikki naqsha bo'linib qoldi. Bu ma'lum sabablar tufaylidan endi ba'zi imtiyozlar bizga yor bermaganlikdan Tanrı'mı o'zininki qirg'izcha naqshini aytilgan bo'ldi. Men o'zimninki Uyg'urcha naqshini birini aytilgan bo'ldi. Bu ilmizonda ijodiyat qilgan alaydi bu. Bu etgan naqsha menga amroq. Bu qatim u Tunsaxon degan naqshni. Mush ismdan va uning naqshisidan atish izlarini, uzun tal baranglarni ko'rganlar deysiz. Shu sahna hamrohim Tanrı'ga va barliq savatdoshlarga shu musobaqada yaxshi natijalarni erishish uchun tilakdoshlik bildiraman. Va Turg'unjonning eng yaxshi natija bilan, eng yorqin ifodasi bilan sahnada bir chaqnashni umid qilaman. Men kışında yıkım kilelmem. Sana gepni uçup diyelmem. Hiç bağrımı hiçbir tükenmez.
Can tinilip ketdi timsoha. Hamroh iken oshib sabriga. Can tinilip ketdi timsoha. Can tinilip ketdi timsoha. Xo'sh, endi sahnimizda bo'ldig'ini Qirg'iziston ijtimoiy fanlar universiteti xabar muxbiri aspirantligini bitirgan, shundaqla hozir Qirg'iziston muzika institutida o'qiyotgan Tangnuri Muhammad qizi. Oy, ishkanlab bak ko'tarayotganlar o'zi sahnadaga. Boshqacha bir xil. Abdulla akam qil qoldimish o'rnida turib bunda qilib birinlarniki larzonsin birinlarniki disko o'ynayotganlar. Xo'sh, qolsa biz Abdulla Abdurim ustozniki shu eng oxirgi qarorini chiqarishdan burun boshqa ustozlarning tavsiyasini shundaqla bahosini olib boqaylik. Mana avval Adilasi ustoz. Turg'unjonninki naqshini anglab shundoq hozirlab ketdim, ko'zlarim yumilib degan naqsh shundoq yuragimga bordi. Tangnur qizniki sahnadagi obrazini shundoq yaxshi ko'rdim. Naqshini shundoq chiroyli aytib berdi.
İkisinden birisini çokum tanlashga to'g'ri kelib qolsa, men Abdulla akamga Turg'unjonni tavsiya qilaman. Xo'sh, Dilshod Raydon ustoz. Ишкина наайты yokur maharetlerin orladılar ben akşine. Hem de yoğan küçüklükten tavsiye kısam tamamını digim Abdullah. O'roq semizlikdan deb baqamsiz aka. Oruq semizlikten sen tanlanırsa. Tunsaxon degan bu naqshni hamda Turg'unjon kelsak yangroq ovoz bilan muvaffaqiyatli chiroyli o'rildingiz. Gap yo'q ovozda naqshni mukammal yaxshi o'ynabsa, biroq she'rlar shunday joyida bo'ldi. Avjilarga qiynalmay chiqdi ovoz. Bu jihatda sening ortiqchiliging. Bugun bu naqshni sen mukammal yaxshi o'rilding. Tanlur kelsak, qirg'iz naqshni chiroyli jang var, sendagi hissiyot, harakat, bu tayyorlikni rost puqibdi. Bu qiz. Gap yo'q, aytishdan. Sendagi hissiyot ham jihati. Yana biz kasbiy nuqtadan chiqqan chog'da ovozning dastlashmasligi bu ajoyib bir sir bu. Mesela bir ovozdan kichikgina o'tib ketsa, yana bir ovozga o'tadi. Sal diqqat qilmasa-chi, bo'pmish o'tirdi yerim ovoz yo'q, ovozda mi bilan fa, shi bilan do'ning aralig'ida. Uningda boshqa yana chorak ovozlar bor-chi, yerim. Azroq qiyib kelsa, mana menda bilchinib qoldim. Ma qizning naqshning qiyinlik darajasi biroz yuqori ekan. Shunaqmi? Sen hissiyat amjatni. Yana shu abay oldingi ichki mayr o'xshash bu qizning ovozidimi? Yani azroq ba'zi ovozlarda, ahang emas, ba'zi ovozlarda azroq ovoz desimga qiyinchilik ahvoli ko'rildi. Endi sahnadagi o'rilgan naqshining shu nuqson va yo'qligini deb aytgan chog'da men Abdulla efendimga yana Turg'unjonni tavsiya qildim. Nurnisa Abbasxon. Tanlur kız sahnege yaraşkan, naiti puxta tayyorlik bilan hissiyat sahnani shunda o't chiqarib etib, Tanlurni Abdullah Abdurahim efendimga tavsiya qilaman. Xo'sh, rahmat. Yetakchi ustozlarimizdan bilet sani 2'de 1 bo'lib qoldi. Unda qolsa, sizdan avval bahoringizni olib boqaylik. Avvay degandek ders jarayonida bu ikkisiga berilgan topshiriqlar bejonidil o'rindilib keldi-chi. Masalan, Tanlur qizim bu naqsha asli bundan oddiyroq edi. Buningga ba'zi boshqa xarakterdagi naqshlarning aytilish uslubidagi alayliklarni singdirib, biroz murakkab qilib aytgan. Bu inchki turoqlar, hayajon bilan oladigan, nafasni aytib kontrol qilib turib, yomon zil inchki hissiyotli bo'sh ovozda ifoda qilgan nuqtalarni biroz jiqroq chiqarib, mening maqsadim mayli Tanlur. Mushqitim u bizlarga musobaqada atlab yuqoriga berish yoki bormaslikni o'ylamay, biz mush naqshni Tanlur degan qiz boshqacha o'rinlabdi degan bir natijani olaylik deb o'zimizni biroz texmi bak murakkablashtirib oldik bu naqshni-chi. Menimcha bugun %80-70% dan yuqori topshiriq ado bo'ldi. Abay ustozlar degandek bugun favqulodda nafas ustiga o'rlab qoldi. Avva hayajonning ishi. Mush sahnaga chiqqandan keyin hayajon. Biz bu Tanlur bilan mush gapni bak deyishgan. Ustozimiz Dilshod efendim dedi, bu ahangda ketmedi, turoqda ketmedi, hissiyotda, hayajonda ketmedi. Nimada ketdi? Ovozda. Chunki bu yer intayin pushoq ovozlar bor. Mushtaq ovozlarda har bir puroqda necha ovoz borda, shu ovozlarda ketish bo'lib qoldi. Nafas ustiga o'lab ketgandiki ancha-muncha bo'ldi. Lekin men Tanlurning bugungi ifodasiga intayin rozi. Yaxshi aytdingiz. Ham o'zingizmi ras qirg'iz suluvlariga xos bir obrazni elib chiqdingiz. Sizni tabriklayman qizim. Xo'sh, Turg'unjon. Turg'unjon inimmi mushu Tanlurga o'xshash davomli tirishib kelyapti. Darslardami ifodasi shunday yaxshi. Tunsaxon degan naqshiga mamabak amroqlab qoldim. Teksti, andi puroqlari, bunidagi ma'vo hissiyotmi, mushu naqshiga bo'lgan hayajonim yetyapti. Shuning bilan bu naqshiga amroqlab qoldim. Bugunmi %80% o'zlashdi bu hamma topshiriqlar ado bo'ldi. Ammo bu ikki o'quvchimiz odatda darsda buningdan yaxshi aytadi.
Bunun da yaxshi aytibdi. Men ikkisining naqshini o'tirib anglaydim maxsus. Hamda bu sahna ras o'zini kuchini ko'rsatyotdi. Vallahi. Shu Tunsaxonga salom ayt. Hoşunda qalsa ishki mayirimiz. Tanrı. Bayatdan sahnaga chiqqanda men ozroqmish jiddiylashganingizni his qilmagandim. O'zingiz-chi abaytdan sahnaga chiqqanda jiddiylashdingizmi? Yo'q, jiddiylaşmadım. Jiddiylashmadingiz shunday. Mushu sahnaning o'zidan shunday huzurlandingizmi deyman shu vaqtda. Men chiroqladim bek. Huzurlandingizmi? Boshqacha bir xil hissiyot olib keldi shunday. Shu hozir hech kim yo'q, o'zim yolg'iz aytayotgandek bo'ldi. Oshsama, ko'rish qo'ytan sal ojizmi ya? Ya, klasiklarni o'ylasam, cho'qim yuz nimasini ko'ngil bo'ldi, shuni qarab mening ideyam shu burilib ketmasin deb shunga hech kim yo'q deb aytaman. O'zim aytayotgan vaqt shunda deb. Demak, bu o'zingizdan bir xil uslub ekan-da, naqsh o'rnatayotgan. Bu bo'ldigan usul ekan. Unda qolsa, xo'sh, naqsh aytgan vaqtimizda rost jiddiylashmagan. Hozir boshqacha bir xil chiroylilarimizmi bir xil Tunsaxonning gapini jiqib ketdi deb ochig'ingiz gap qilatam deya. Jiddiylashib qoldingizmi? Hamma sendemde sal jiddiyleştiren gap keldi. Xo'sh, unda qolsa Abdulla Abdurim efendi, eng oxirgi qaroringizni anglashdan burun avval ishga qo'llarni beringlar. Abdulla efendim, eng oxirgi qaroringiz. Mana shu ikki o'quvchimdan hamda ishkilisi lozim edi. Yordam qilyaptinglar. Hamda agar Turg'unjon yoki Tangur ishkanlardan biraringlar sahnadan vaqtincha ayrildigan bo'lib qolsa, esinglardan mahkam tutinglar. Yana bir qatim deb qo'yay. Men Abdulla sahnasida davomli sizni saqlayman. Kelar navbatdagi Abdulla sahnasida musobaqaga yana davomli qatnashmoqchi bo'lgan savodishimiz Mehri bilan o'stirdim Qanday bildingiz? Mehri bilan chochlarim go'zal. Hamra bo'lib barcha hammaga mehrlarga Chechingiz sog'lom, o'zingiz ruh qolay desangiz, mehri choch yuyish suyuqligini ishlating. Jasoratli bo'ling. Obida vitaminli quvvat ichimligi. Talant sizde. Yesil tem, abide alma ve limon temlik soda suyu. Er bo'lsang imkon ve fursatli kutma. Fursat imkoniyat yarat. Ilm ve fazilat birla qimmatingni alga tarat. İmkon bilan qaddingni talqin. İmkon bilan qalbingni bog' qil. Sabodin gugumgacha, sahrodin shahargacha, yigitdan erkakgacha, bahordan qishloqgacha har qaddi uchun eng keng salofat imkoni berguvchi imkon kiyimlari. Agar mana xotin bo'lishga ko'nmaydi ekansan, otang ishkin yavagan qo'yimning haq uchun jazolansan. Voy aka, qo'ylarni biz yavamida qo'yyoqdan tushib ketib daryoda yiqib ketibdi dedim-ku. Qo'yimni yavamagan bo'lsang, sochlaring bunda paqirab ketamdi. Bu degan Faxrining karomati voy aka. Nima u paxta degan? Faxri degan choch yuyish suyuqligi. Buning tarkibida jilan o'ti javhari qarkinjit bor bo'lib, chochlarni hamsilliqan paqroq qiladi. Qo'yning gapini keyinchi deyshamiz. Bo'ldi, sen chiqib ketma. Faxriddin yeni soğuğa Faxri çaşuyu suyuqlıqı. Madar El-AB sütlük içimligi. Biyofen Texnik Terapiya Çeklik şirketi mahirlarga omad tilaydi. Bu programımızda Mekri muhabbetini özüge mizan kılan Mekri yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Kipar biyoteknologiyası samimi askartıdır. Programımız hazırda başladı. kelar navbatdagi Abdulla sahnasida musobaqaga yana davomli qatnashmoqchi bo'lgan savodishimiz Turg'unjon. Muborak olsun. Muborak olsun. Hozirgi hissiyotni saqlab qo'ying. Abdulla muallimga, yana boshqa muallimlarga sizga rahmat. Men yali Abdulla muallimning o'quvchisi. Turg'unjon bilan otish qilib ko'rishyapman. Voy, bo'ldi. Xo'sh, unda menimcha bu vaqtida Abdulla Abdurim efendi bu qitimmish o'quvchilarga boshqacha bir xil narkoz urvatdimi? Hammalar xushalliq ilkida ayrilgan bo'ldinglar. Chunki hammalar yana bu sahnada ayrilganimiz bilan yana o'xshashlar Abdulla Abdurim efendining o'quvchilari. Shunday qilib. Xo'sh, qanday qilib davom ettirishaylik. Bo'lamdi? Qani, ustozimiz bilan ko'rsak. Qani, alqishlarimiz bilan. Tanrı'nın cüretiga ve isim naqshalarga qoyilmiz. Programmamizdan vaqtincha ayrilgan bo'lsangizmi, sizning yangroq, keng ovoziniz esimizda saqlanadi.
yangi g'al bilan sizga quchoqlashqay. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, endi sahnamizda raqobatda bo'ldig'ini 2006 yildan boshlab Kalpin Akiylik san'at o'mikiga taqsim qilingan va izchil tirishib kelayotgan Oqsuv Kalpindan kelgan bakirimiz Akbar Ahad bilan o'xshashlar 2006 yildan boshlab xizmat kuchgan va bu jarayonda texnikni yuqori o'rlab o'qishni davomlashtirib kelayotgan Yakan Akiylik naqshi usul o'mikining naqshchisi bo'lgan Abdulmit Mehmet Tura. Ondan yana bir jup musobaqaga tushmoqchi bo'lgan ikki yigit, birisi Akbar, yana birisi Abdulmit. Har ikkilisi kasbiy naqshchi o'rinda ishlayotgan bolalar. Men shu Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashib, Abdullah sahnasiga tanlangandan keyin men o'zimni shu san'at hayotimdagi bir burilish his qildim. Men oldi bilan barliq saboqdoshlarga vakolatdan Abdullah akamning biz uchun qilgan barliq ajrlarga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Gerçi yeş çoğumuzmu, qisqa bo'lsa-mu bir mezgillik sahnaga pishqan biroz tajribasi bor bolalar. Men shu Abdullah ustozning guruhiga kirgandan keyin ustozdan keyin bizga bergan shu naqshni nafas elish, hissiyot, yuqori qonqish, tuvan kuch qatorliq shu naqsh etishga nurg'ulg'an tajribalarni egalladim. Barmoqlaring gul degan naqsha bu bir jup yigitga bilingan. Bu naqshma xuddi tilak, oti bo'lib qadringga yetdim degan naqshlar tipi xarakter o'xshaydi. Mazmuni asosiy jihatdan cho'nglarning mehr muhabbatini, ularning bizga singdirgan ajrini, jafo mushaqqatini, bizga qanchalik aqid qilganligining qadriga yetganligimizni va ota-onasining qadriga, hayotning qadriga yetgan bir odamning obrazini yaratish uchun tirishaylik. Mening bu qatimqi sahna hamroyim Yakan Naylik san'at o'makidan kelgan Abdulmit Mehmet Tura. Bu ikkimiz o'xshashlar san'at o'makida xizmat qiladi ekanmiz. Mening istiqollarim uning ortiqchiligi ovozning ma'vo yuqori yerni nihoyatda yaxshi joriy qildiradi ekan. Men Abdulmitniki bu ortiqchiligini o'zimga ulgu qilib, ham shundaqla bu qatim sahnada obdan hamkorlashib, mushu bizga taqsim qilingan 10 barmoqning gul ana degan naqshini cho'qim ustozimizniki kutgan yerdan chiqib, tomoshabinlarning huzuriga sunishga ishonchim bor. Menimcha bu naqshni cho'qim yaxshi ijro bo'ladi. Bu qatimqi shu ustoz bizga belgilab bergan naqshini cho'qim ustozning talabi bo'yicha aytishga butun kuchim bilan tirishaman. Ikki o'quvchimning haqiqiy bir kasbiy naqshlarga xos o'zining talantini yaxshi namoyon qilib, bizni texnik yaxshi qoyil qilishini umid qilaman. O'xshagan tuz tomoqlaring tutqan yengdan yamoqlaring o'xshagan tuz tomoqlaring tutqan yengdan yamoqlaring ma'liyingda zar oqlaring jinim ana barmaging ma'liyingda zar oqlaring anamın var mı rengi? Şamal bulutun silgan Kürmüsün de başları figan Şamal bulut keçim silgan Kürmüsün de başları figan Mana baxitler şiğligan Cinim anam
Bugün baxtga ko'mib Boshlarımda götürey bir kun Cinim anam on bar mı engin Başlarımda götürey bir gün Cinim anam on bar mı engin Kelgin dünya anam sürdü Kelgin anam bun var mı engin Kelgin dünya anam çünkü Kelgin anam bun var mı engin Kelgin anam bun var mı engin Rahmat, do'stlarga ko'z tegmasin. Men shu Undidarda shu mahirlarimizning ancha-muncha chiqargan do'stlar chamberkaga chiqargan asarni ko'rgan vaqtimda Abdulla Abdurim apandining shu o'quvchilarining hammasining shu o'zaro shunday inoq ittifoq ekanligini, onki bir yag'i qilib ham naqsha aytib, ham usul o'ynab qo'yotganliklarining hammasini ko'rib shunday xo'shib qoldim. Hisobda. Amaliyotda bu bir jang maydoni bo'lib hisoblangani bilan bu haqiqatan bir do'stlik o'rnatadigan intayin yaxshi bo'lgan bir ko'rik bo'ldi. Shundaqmi? Xo'sh, unda qolsa endi biz Abdulla Abdurim apandim eng oxir qarorini chiqarishdan burun boshqa yetakchi ustozlarimizning bir tavsiyasini shundaqla bahosini olib boqaylik. Avval Dilshod Aydin ustoz. Bu naqshni ayt yaxshi yozilgan naqsh ekan-ku. Jinim ana on barmog'ing gul. Tekstimni ayt yaxshi. Melodiyasimi xeyli bir qadar qiyinlik darajasi bor. Ammo bu naqshni buningdan chiroyli aytgan bo'libdi. Chiqqanlar buningdan chiroyli ayta olayotganlar-da. Hozir shunda yaxshi. Ba'zi tekst ilishlarda biroz qistonchilik bor. Jinim ana degan. Jinim ana deb bular silag'roq og'ir. Jinim ana deb bular sal qisqilyapti. Mushtaq inchik yerlari yana azroq shu kamchilik tarafi bor ekan. Ammo nisbatan hech qancha mana naqshi bir yangi naqsh ekan, ahang melodiyasi chiroyli, tekst mazmunliq shunday undan. Ikki yil yaxshi o'rildinglar, lekin shu yaxshini ichida yana biroz yaxshisi bor. Shunga tavsiyamiz. 2 yil bir-biringizdan kelishmaydi ekansizlar. Ammo yana men Abdulla Abdurim efendimga tavsiya qildim. Yana bizning Abdulmet. Nurnisa Basxonim. Abdulmet mushu naqshiga ovozi tushibdi. Chiroyli aldingiz ba'zi puroqlarni ey deb qoldik. Aldırmang, naqsh aytilganga faqat aldırmang. Shu tempisi bilan, odari bilan tang mangsingiz, andan keyin bir voyaga yetgan bo'ladi-da mana naqsha. Endi Akbarninki men yoqtirib qolganim Abdulla Abdurim ustoz. Tamkinlik bor. Endi Abdulla Abdurim ustozga tavsiya qilganim Akbar. Rahmat. Adila Sidiqxonim. Qarab baxsam, har ikkilaringlarningki saviyasi bir-birlaridan zo'r farqlanib ketmaydi ekan. Menga shunday ta'sir berdi. Naqshining beshida men Akbar tanlansa bo'g'dak deb naqshining avdisi kelganda Abdulmet ketib qoldim. Meningki Abdulla ustozga beradigan tavsiyam Abdulmet. Xo'sh, hozir Abdulmet 2 bilet, Akbar 1 bilet. Shunaqmi? Abdulla Abdurim apandim. Bu ikki o'quvchimiz aytgan naqsha barmoqlaring gul degan naqsha shu Xotandagi ijodiyatchi inimiz Asqar Muxtarning ijodiy ahangi. Ondan buni shu bizning bir yaxshi do'stimiz, ya'ni advokatlar ichidagi eng yaxshi naqshchi yoki naqshchilar ichidagi eng yaxshi advokat Anvar Abdugul aytgan. Bu ag'inam munayt yaxshi aytgan. Bu naqshini shu savoqdishimizga endi bu har ikkilisi kasbiy umakning naqshchilari. Xuddi Dilshod akam aytgandek, shu naqshda bir oz jiddiylik bor. Gerçi intayin lirik bir naqsh bo'lsa-mo, so'zlayotganimiz onamizga bo'lgan mamnuniyatni, rahmatimizni aytayotgan bir kuy bo'lgan bo'lsa-mo, lekin yezilishda Dilshod
akam to'g'ri dedi, bir az jiddiy yozilgan bir yerlar bor. Tekstlarning silinishi. Bu masalani mana shu savodashlar bilan biz deyishga. Ikkili o'quvchimiz zadi singlim Adila degandek saviyada hech qanday farq yo'q. Bizga ayirish haqiqatan qiyin kelyapti bu ishdan. Xo'sh, Abdulmutjon. Talab bitibsiz. Haqiqatan, mana shu naqshiniki eng yuqori pallasiga chiqqan vaqtingizda siz nimani ko'z oldingizga keltirib, shu yuqori pallasiga chiqarsiz. Mening shunda bilgim kelib bordim. Ama şu ustoz bizga o'rgatgan chog'da o'sha onamizni eslab turib, bu onaga bag'ishlangan naqsh o'g'achqa. Shu hissiyotni chiqarishni ustoz shu talabni qo'ygan. Shu onamizni ko'z oldimizga keltirib turib, shu hissiyot bilan aytdim deb qarayman sen. Xudo qolsa, Akbar, hozirgi hissiyotingizni anglab boqaylik. Hozir qanday hissiyotdasiz? Ben bu naqshini bana tunji qitim qo'limga tekkan vaqtimda ügünüp bununki bazı yerlerini bana elişten tasvip kaldı. İşkilimiz şundak. Bu icadi naqshkenço. Bu xalq qıtıq tarılıp ketmegen naqshken. Çünkü bunun puraklarını, bu evcillerini özümüzge sal sunduymak sal qiyin to'xtab kaldı. Şunda adım yani tirishib bunchilik ro'yxat olib chiqdik. Menimcha albatta ilişkimiz bugun hali yaxshi o'rinliq deb o'ylayman. Rahmat. Xo'sh, mana ikki moyirimizni o'zining ko'ngillik so'zlarini deb oldik. Unda qolsa, Abdulla Abdurim efendi, eng oxirgi qaroringiz. Chiqqanlardan bir o'quvchini ayb qilish rahimsizligi bu yerda. Bu amaliyot. Keyingi navbatda Abdulla sahnisida yana davomliq musobaqada bo'lgan savodishimiz Şirin bulaktın, Özbek amrak bu bambuk, ormanlarda ünmeydu. Şirin bulaktın, yemigenler bilmeydu. Akıl birer, güç birer, kesim bambuklar. Dolaşınlar bambuklar, bizim sonka yancılar. Akıl birer, güç birer, kesim bambuklar. Şirin bulak bambukları ve krustikleri. Talant sizde. Yesil tem, adide alma ve limon temlik soda suyu. Esta, qanday qilaman? Faxriyning mashinasi petib qapti. Mashina petib qapti, o yerda. Hey, yurullah, qarab boqaylik. Mashina petib qapti. Voy, kelgan o'xshamadi. Faxriyning mashinasi petib qapti, o yerda. Buninglar, tez buninglar. Petib qapti. Allah, qarindoshlar, hozirmi kelib bo'ladi? Faxriyning mashinasi petib qapti. Yurullah, qarindoshlar, qarab boqaylik. Kuchanlar, bir, ikki. Axri, siz uchun biopantexnik terapiya cheksiz shirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programımızda Mekir muhabbetli özgü mizan kılan Mekir yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Şifar biyoteknologiyası samimi askardır. Programımız hazırda başladı. keyingi navbatda Abdulla sahnisida yana davomliq musobaqada bo'lgan savodishimiz Akbar. Mübarek olsun. Neçe vaqtına yaqa ustozning tarbiyasini ilib, shundoq nurg'unlagan bilimlarga ega bo'ldik. Ustoz ko'pdan ko'p rahmat. Meni kasbiy jihatdan bo'lsin, meni boshqa jihatlardan bo'lsin, ustoz biz uchun nurg'unlagan jafolarni chekdi. Men chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Undan so'ng shu sahnimizga meni kelishga ilhom bergan barliq ota-onam, urug' tuqqanlarimga, shundaqla kasbdosh xizmatdoshlarimga, yurtdagi barliq aloqaim do'stlarimga cheksiz hurmatimni bildiraman. Rahmat. Rahmat. Qani, unda qolsa, ustozlar bilan qo'shilishaylik. Rahmat. Alqishlarimiz bilan. Programımızın xarakteri noktasından şallanış bo'lgan bo'lsa-mu, Abdumit Mehmet Dura'nın pişqan maharatlik o'rinlash saviyasidan so'qlandi. Naqshingizga rahmat, Abdumit Mehmet Dura. Sizning yanama esil naqshlarni o'rinlab, xalqimizga taqdim qilishingizni umid qilamiz.
Diyarımız içimlik sahasida o'z oldiga Abida Sodasi va meva sharqida ishlab chiqarayotgan Shinjang Abida Biotexnik taraqqiyot chekish shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'zining bizoni qilgan mehri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Shinjang Ixbar Biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, Ipak Yo'li Sadosi programmasining bu qarorliq 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlari katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizning Kamran muahla mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjang Kamran xalqaro savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan startlaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirimizda bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Sodasi va meva sharqida ishlab chiqarayotgan Shinjang Abida Biotexnik taraqqiyot chekish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizda bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Shinjang Ixbar Biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizda bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Shinjang Mo'tabar xalqaro savdo chekish shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. Xo'sh, unda qolsa amdi saknimizda raqobatda bo'ldig'ini Qashqar Maralbishidan kelgan yurtida xalq san'atkori deb nomlagan dehqon mohirimiz Osmonjon Ro'z bilan o'xshashla Qashqar Maralbishidan kelgan nohiylik san'at umikida ishlayotgan mohirimiz Muhammad Ali Tursun. Bu musobaqa tushmoqchi bo'lgan ikki yigitimiz birisi Osmonjon, yana birisi Muhammad Ali. Buni ichida Osmonjonning yashi Mehmet Ali'den çok. Mehmet Ali yaşı küçük, lekin bu intayin tirishchan bola. Shu bizga bo'lingan taqsim qilingan naqshlarni Abdulla ustozniki bizni kutgan talablar bo'yicha xalqimizga yaxshi bir sunsak. Bu her ikkilisi Maralashi diyorida o'z doirasida bir top o'ziga tushliq tomoshadan topgan naqshchilar. Ben buralarda ammiy so'rovlarda bo'lsin, har qanday joyda naqsh aytishyapti bo'lsin. O'zim bilgancha aytib yurib ekanman. Mush ko'rpak kirgandan keyin Abdulla ustozning yetakchiligida naqsharligidagi nafas, har bir so'zlarni qanday elish, jahatda nurg'ulg'an bilimlarga ega bo'ldim. Bular bilgan naqsha Canan uyquda. Canan uyquda degan naqsha bu ikkita naqshchimizga ancha qiyin to'xtamaydi. O'rinlab chiqish uchun o'rinlasa yoki sahnalarda nurg'un tomoshabinlarga bu naqshni aytib bermoqchi bo'lsa, hech qanday chatoq yo'q. Bu naqshni yaxshi o'rinlab ketadi. Ben mashq jarayonida o'zimniki eng bir ojizlik kamchiligimda shu naqshidagi inchik puroqlar deymiz. Men shu yerlarda bundan burun sal qarab o'tib ketgan yerlarim bo'lgan. Men Abdulla ustozga shogird bo'lib kirgandan keyin shu taraflarni o'zimga nihoyat yaxshi tushundim. Naqsh aytish uslubimdagi inchik puroqlarga bundan keyin diqqat qilaman. Ammo dal shu naqshini musobaqada o'rinlash biroz qiyin. Ya'ni Canan uyquda degan naqshi biroz ko'p tarqalgan, ko'p anglangan naqshi. Balkim nurg'un adam aytmasmi ohangini yod biladi. Dal shunday naqshni texmi to'liq hissiyot bilan, texmi hayajon bilan, burun aytilgandan yaxshiroq kayfiyat bilan aytib angni ko'ngil o'tish biroz qiyin masala. Bular mush qiyin masala topshirildi. Biz shu Abdulla Samisda 17 nafar savoqdosh bo'lib, biz Abdulla akamniki kutgan yerdan cho'qim chiqish tirishimiz. Osmonjon akamdan yaxshi mashq qilib, yaxshi tirishib, Abdulla ustozniki ve ekran oldidagi xalqlarimizniki bizning naqshimizga yaxshi baho berish uchun biz davomli tirishimiz. Har ikkilisiga yaxshi utuq tilayman.
uykuda. Tağның çulpini körsetmez canan uykuda, canan uykuda. Hicran azabı kıynadı canı, tostu bulutlar mahitabanı. Hicran azabı kıynadı canı, tostu bulutlar mahitabanı. Beslige ecengip kıldı intizar, canan uykuda, canan uykuda. Beslige ecep kıldı intizar, canan uykuda, canan uykuda. Aşmaz küzünü nida eylesem, barımni hatta fida eylesem. Açmaz gözünü nida eylesem, barımni hatta fida eylesem. Halkı alemge kıldı şer musal, canan uykuda, canan uykuda. Halkı alemge kıldı şer musal, canan uykuda, canan uykuda. Canan uykuda, canan uykuda. Canan uykuda, canan Hoş, unda qolsa biz yetakchi ustozlarning bir tavsiyasi shundoqla bahosini olib boqaylik. Oldi bilan Nurnisa Abbos xonim. Canan uykuda namlıq naqşını bizge yana bir qitim qaytadan əslatdinglar. Bir singlarning ovozida yavoylik, aşı men Dexanzade deb turab turdi. Shundaq rahat odamgachu huzur beg'ishlaydi. Muhammad Ali inimizningki ovozida bir xil tarbiya ko'rgan. Muhammad Ali'ninki alğan puraqlari haqiqatan o'zi ancha-muncha texi ish qo'shgan yerlarim borki, kasbiy jihatlardanchu puraqlarni nihoyatda chiroyli qilibdi. Jiq ajr qilibdi. Mush Osmonjon akamizningki ovoziga, mush o'quvchining ovoziga men bir xil amroq bo'lib qoldim. Muqimliq ham tajribasi bor, tajribasi mo'l, beshidan issiq o'tgan bir ovoz purab turadi-chu shu. Ovoz tusida. Meningki tavsiyalarim Osmanjon efendim.
Dilshod Raydon ustoz. Ishkinglar bir naqshni aytdinglarmi, bir naqsh ishkinglarni aytyaptimi? Nima degan o'xshashlik bu? Ajoyib o'xshash aytdinglar. Ishkinglar bir-biringizdan qilishmaysizlar. Shunchalik yaxshi aytdinglarmi jonon uyqudani. Endi mushun ichida yana inchik yerini tanlaymiz shu. Menimcha bu naqshni mukammal, yomon mukammal, muqim, turaqli o'rlagan Osmonjon. Osmonjon. Məmtili siz shunchalik yaxshi oldingiz, lekin azroq hissiyotlaringizni qaytib uni nima qildingiz? Sizdimi so yo'q. Gap yo'q. Undaq bo'lsa, sizning tavsiyangiz? Tavsiyam Osmonjon. Jon. Xo'sh, Adila xonim. Osmonjon akamiz ustozlarimiz degandek haqiqatan tajriba savoq mo'l, shundaqla jonon uyquda degan hissiyotda o'zini noyda tutib bisib etdi. Muhammad Ali bo'lsa jonon uyg'ondi degan hissiyotda noyda o'zini noyda huzurlandi naqsidan. Noyda hissiyotini, o'zininki naqsh etish alayligini, shi'rlarini hammasini qatdi. Agar men tanlagan bo'lsam, yana mushu naqsini huzurlanib o'qigan Muhammad Alini tanlayman. Rahmat, Abdulla ustoz. Bahoringizni anglab boqaylik. Dal shu Nurnisa muallimlar aytgandek, bu ikkisiga mush naqshi desaydi, tushidi, naq o'zining naqshisi. Ammo qitim mush darsda bular rasmiy tushandi. Endi bundan keyin Canan uyqudani balkim Muhammad Ali sahnada Osmonjon jutlarda aytib qolsa, boshqacharoq aytish mumkin. Osmonjonda haqiqatan bir tamkinlik bor. Hamda Muhammad Ali'da ijodchanlik bor. Yosh. Buning yeshi haqiqatan amal yo'q, kichik. Aksidan kichik. Buning yomon bir qizg'inlik bor, ijodchanlik bor. Yana qanday qilsam o'qitaman bu Janonni degan fikrni yurgizayotganligini bilib turmiz. Yoshda. Xo'sh, unda qolsa eng oxirgi qaroringizni ozroq vaqt beraylik. Muhammad Alijon. Siz o'zingizga shu qarshi tarafni tanlab bergan vaqtida, ya'ni Osmonjon akani tanlab bergan vaqtida resim his qilgandingiz shu vaqtida? Shu naqshni men kech-kechalab yaxshi aytib, chuqum yaxshi bir o'yab chiqarmaydigan bir asosda, chuqum bu naqshniki mazmundagi bir janonni chuqum yaxshi bir uyg'otishimiz kerak degan Abdulla ustozniki ta'riflar bo'yicha men o'zim herhalde yaxshi aytdim, herhalde tirishdim deb o'ylayman. Osmonjon akandek, Osmonjon aka. Men rassom kasbiy jihatdan hamda tarbiya olmagan plastinkalardan, deylardan anglab nima qilgandim. Yaşım bize çoğun. Rahmet. Ben Mehmet Ali'den nurgulluğun bilimlerini aldım. Bu kesbi cihetten terbiyelengen boğaçka mayanmada kısak bulattı ki, mayanmada kısak bulattı deyip bana nurgulluğun bilimlerini bəydi. Bu fıkamgıma çın gönlümden rahmet etme, rahmet fıkam. Rahmet. Ustaznınki kütke yerdikidek eğitamıgan bolsak mı, naqshini mishinchlik iç qalğanlığımızdan intayin hoş. Rahmet sizlarga, rahmet ustazlar. Men bu chiqib gap qilolmadim. Rahmet. Rahmat. Hesabda bu ishkalar o'xshash bir naqsh etdi. Uning ustiga bayatdan Dilshod Raydon ustozimiz sizlar naqsh etdinglarmi, naqshlarni aytdimi degandekidek darajaga olib bordinglar. Hamda bu ishkalarning shu gapini o'ramiga qargan vaqtida mazmuni o'xshash bir yakat qoldi. Unda qolsa hamda Abdulla Abdurim apandi zodi qanday tanlaydi? Eng oxirgi qaroringizni anglaylik. Qani, qo'linglarni bering. Oldi bilan sizlar orqali Muhammad Ali, Osmonjon, sizlar orqali sizlarning naqshanlar orqali bugungi Canan uyquda degan naqshanlar orqali yana bir qatim o'zinglarning qanchalik talantinglar borligini, qanchalik qizg'inliklar, bu kasbga qanchalik muhabbatinglar borligini butun qarindoshlarimizga namoyon qilgan o'sha ishinglar bilan tabriklaymiz. Rahmat ustoz. Eng oxirgi qaroringiz. Keyingi qarordagi musobaqa davomli qatnashmoqchi bo'lgan savolchimizning ismi Her qitim mehr markasini ko'rganimda ixtiyorsiz onam mehrini eslayman. Anam dek mehrini vermezken hiç kim, anam dek düşünmesin az hiç kim. Çeçenli mehirlik sığlaştırır iken anamla mehri
Çaç su pulları. Bu programımızda Mehri Muhabbetli özüge mizan kılgan Mehri Yürüşlük Yürüyüş Buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Şifar biyoteknologiyası samimiy askar turu. Programımız hazırda başlandı. Keyingi qarordagi musobaqa davomli qatnashmoqchi bo'lgan savodishimizning ismi Osmanjon. Mübarek olsun. Qani, Muhammed Ali. Hozirgi hissiyotimiz o'zingizda. Mening eng oxirgi yurak so'zim menga bergan ajringizga ko'p rahmat ustoz. Rahmat. Men bu vaqtida bugun shu ustozona bahasi shundoqla bizning bosh yetakchi ustozimizning bahasidan shuni bilib olishga bo'ldiki, nachar emas, yuqori tuvanlik yo'q. Shundoq faqatla bir turmush tajribasidagi bir ozroq bir farq. Qolgan narsani biz tushgan ekan. Mamtilikim, men sizga bir eg'iz gap qilay. Abdulla Abdurahim ustozniki yosh to'kishi hargizmi o'zining ojizligini ifodalab turmaydi, shundaqku. Lekin tanlangan o'quvchi uchun yig'lamaydiganligini siz ko'nglingizga pukkan bo'lishingiz mumkin. Abdulla ustoz siz uchun yosh to'kyotidi. Chidamay qoldi. Shuning uchun yosh to'kyotidi. Şuna vaqtni chaqib, qani Abdulla ustoz bilan qo'shilish olaylik. Qani, alqishlarimiz bilan. Canan Uyquda nomli bu naqsha o'rinlovchining mahoratini sinaydigan esil bir asar. Muhammed Ali bu naqshini kuchli hissiyot, yuqori mahorat bilan o'rinlab berdi. Rahmat sizga, Muhammed Ali. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, boş avazlar saynasin. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, boş avazlar saynasin. İpek yolu